Homiladorlikda saqlanish usullaridan hozirgi kunda eng urf bo'lgan bitta turi haqida aytib o'tib ketmoqchiman. Ya'ni implantlar. Kimlarga mumkin, qachon mumkin emas, qanaqa shakllari bor va o'zi qanaqa turga kiradi ya'ni. Ko'pchilik o'ylaydi, implant bu spiral, metall, faqat metall vazifasida, metall terini ostida tursa ham homiladorlikdan saqlaydi degan noto'g'ri fikr bor. Yo'q, metall emas, buni tarkibida shunaqa maxsus stержен, uni tarkibida gormon saqlaydi o'zida. Ya'ni bu spiral homiladorlikdan saqlaydigan maxsus shpritsday gap bo'ladi, terini ostiga qo'yiladi. Buni qo'yishga kimlarga ko'rsatma bor? Asosan ayollarimizda bachadon ichi vositalari qo'yishga qarshi ko'rsatma bo'lganda. Ya'ni bo'lishi mumkin ulardan qon ketib qolishi, yoqmasligi mumkin spirallar. Yoki bo'lmasa bachadon shakli ikki shoxli bachadon bo'lishi mumkin, bachadonni anomaliyalari bo'lgan ayollarimizda. Yoki bo'lmasa o'zi umuman xohishiga ko'ra, ya'ni spiralni qo'yish xohlamaydigan yoki kontratsepsiya dori vositalarini ichishi, tabletkalar ichish xohlamaydiganlar bo'lsa, ularga qo'yishimiz mumkin. Kimlarga tavsiya etilmaydi? Ayollarimizda surunkali qon tomiri bilan bog'liq bo'lgan vena trombozlari yoki bo'lmasa varikoz kasalligi bo'lgan holatlarda, bundan tashqari jigar bilan bog'liq bo'lgan muammolar, ya'ni jigarda o'simtalari bo'lgan holatlarda va sut bezida onkologik kasalliklar bo'lgan holatlarda bu preparatni, ya'ni teri ichi homiladorlikdan saqlovchi vositalarini qo'llash tavsiya etiladi. Bu teri ichi kontratsepsiya vositalari aynan monofazni, ya'ni bitta gormondan iborat bo'lgani uchun bu preparatni qo'llash homiladorlikdan 99.9% saqlaydi. Ya'ni effekti eng yuqori bo'lgan kontratsepsiya, ya'ni homiladorlikdan saqlovchi vosita bo'lib hisoblanadi. Buni qo'yishimizda teri ostiga qo'yiladi, yelka terisiga bo'lishi mumkin, bilak terisiga bo'lishi mumkin. Mahalliy og'riqsizlantirish ostida navakain bilan og'riqsizlantirib teri ichiga kiritib qo'yiladi. 3 yildan 5 yilgacha muddatda homiladorlikdan saqlab turish vazifasini bajaradi. Narx borasida ham va qulaylik borasida ham bir qancha kontratsepsiya turlaridan ustun hisoblanadi. Ya'ni tabletkalar bilan homiladorlikdan saqlanganimizda, birinchidan uni ichish noqulay, har kuni bir xil vaqtda ichish kerak, esdan chiqish mumkin emas. Ikkinchidan sikl kuniga bog'liq, ya'ni xohlagan vaqtida kontratsepsiyadan chiqib ketish imkoniyati bor bo'lgan narsa bu implant bo'lib hisoblanadi. Teri ostidan xohlagan vaqtingizda olib tashlasangiz, bo'ldi, kontratsepsiyadan chiqib ketasiz. Tabletkalar bo'lsa, to yarimga kelib qolgan bo'lsangiz, ya'ni yarim dorini ichib bo'lgan bo'lsangiz, 28 tabletkani 14-15 tasini ichib bo'lgan bo'lsangiz, oxirigacha ichib tugatib qo'ymasangiz, gormonal buzilishlar berib yuboradi. Bu implantlarimiz o'sha teri osti kontratsepsiyalari bo'lsa, olib tashlashimiz bilan organizm yana siklini o'zi tiklab, keyingi oydan ovulyatsiya bo'lib, bemalol homilador bo'lish imkoniyatini beradi.